Hammaga salom do'stlar. Bugun sizlar bilan Draco. Bugun biz qishloq topib kuchli imperiya quramiz. Qani, let's go. Birinchi o'rinda daraxt topib olamiz. Ham daraxt kerak bo'ladi. Men har daraxt chopganimda mana shunaqa narsalar inventarimda paydo bo'lib qoladi. Hayronman. Daraxt topib bo'lganimizdan keyin tosh kovlaymiz do'stlar. Keyin esa qishloq topib yo'lga chiqamiz. Oppa. Do'stlar bersa kamyasi bo'ldik. Endi kimga? Endi biz shu yerdan pastga qarab kovlab tosh topib tosh olib keyin chiqamiz. Mana yaxshi. Do'stlar bizga nechta desam bo'ladi? 32 ta toshlar yetib qoladi do'stlar. Balki undan ko'proqdir. Bizga 33 tosh yetadi. Qani ketdik. Endi bu bizga kerak emas. Endi biz o'zimizga qilich, bolta va kirkasi bo'lamiz do'stlar. Albatta toshdan. Daraxtimiz qolmoqda. Yo'lda bironta mol yoki qo'y uchratib qolsa, albatta o'ldirib o'zimizga go'shtini olamiz. Qani mol yoki topib olsam tirik qolmaydi do'stlar. Bu yoqda kichik kon, bu yoqda ko'mir bor ekan. Buni ham olib olamiz. Bizga ko'mir kerak bo'ladi, chunki ovqatimiz va temirlarimizni pishirib olishimiz uchun do'stlar. Shuning uchun ko'mirni ko'proq olaman. Bu yerdan hamma ko'mirni olib ketaman o'zim bilan do'stlar. Sizlar kim bilmasa, bu versiyada misdan ham aslaha yasasa bo'ladi. Shuning uchun men misdan qurol-yarog' yasamayman. Men misdan kiyim yasayman. Bizga 22 ta yana ozgina mis kerak. 22 ta bizga yetmaydi. Bu yerda mis bor ekan do'stlar. Yaxshi. Oppa. Bir çıkardı ekan. Ovozini eshitiladimi do'stlar? Bu juda katta konlar. Bu yerdan chiqish kerak. Do'stlar, bu yer juda katta kon ekan va o'zingiz bu g'ordan kelgan tovushni eshitdingiz.
birinchi paketda. Hop, ya birinchimga qishloq kerak. Qishloq topganim uchun keyin ba'zi uchun joy kerak. Keyin o'zimizga bir ikkita tuyalar o'rgatib olishimiz kerak. Sizlar hali ish ko'p. Shuning uchun bu videoni men qismlarga bo'lishga qaror qildim. Masalan, 5 ta qismdan iborat bo'lar. Yoki 2 ta yoki 6 ta. Bu juda qisqa ekan.